Shedevr. 190lik balon. Здравствуйте. А где по... А, вот. Ой. Я думал, у тебя танк, бля. Танк? Нет. Я же сказал, мотоцикл 190 balon. Yangi balon olganda, bo'ldi, narsa bilib qo'yish kerak. Hozir taqildi. Bunga где-то 100-200 km obkatka kerak. Faqat o'rtani emas, buchang hozir. Yonlarini ham obkatka qilish kerak. Ozgina egilib, резкий разгон olmasdan, spokойнroq xarakterda haydash kerak. Sababi birinchi o'sha lak qismi deydimi, nima qismi? O'sha qismini подтереть qilish kerak. Sport streetlar uchun shaharda eng yaxshi ikkita variant bor. Bu Michelin Power 5 va Michelin Road 6. Nima uchun Diablo Rosso Tour 5-6 ni ko'rmaymiz? Chunki ular tezroq iznashivitsa qilinadi va yomg'irda zatsep bo'laga nisbatan kamroq. Eng yomg'irda zo'r ishlaydigani bu Michelin Road 6 va eng ko'p yashaydigani ham Michelin Road 6, lekin Michelin Road 6 bu дорожный balon hisoblanadi. Uzoq masofalarga yurish uchun, ko'p masofani bosib o'tish uchun. Power 5 esa dersi haydaydiganlar, tez pavorotlarda yotqizib haydaydiganlar va oldin tez-tez ko'tarib turadiganlar uchun to'g'ri keladi.